Men Irsak firmasidan kollagen zakaz qilgan edim, mana yetib keldi. Men buni avval ham qo'llanganman. Juda ham yaxshi ta'sirini bilganim uchun ikkinchi marta yana siparish berdim. Siparishim keldi. Yoshim 51 yoshda. Suyaklarim sekin ovoz chiqarishni boshlagan edi, qirsillamalar bor edi. Bularda hammasi yo'q bo'ldi. Juda ham etkisini bildim. Oyoqlarimda chatlamalar bor edi. Ulardan juda ko'p foyda ko'rdim. Oyoqlarimda chatlamalar hech qolmadi. Men siparish berdim, yana keldi. Inshaalloh buni qo'llanirim. Yonida hadiyalari bilan birga keldi. Zaytun yog'i ekstrakti, yumurta qobig'i gidasi. Buni da inshaalloh qo'llanirim. Birinchi dafa'm, lekin shampunini eskidan qo'llanganman. Sochim uchun juda ham yoqimli kelgani uchun sochlarni yumshoq qilib, jonlantiruvchi, juda ham to'kilishga qarshi bu shampunlarni qo'llanganman. Hamda yonida 2 dona kremi bilan keldi. Men bularda hammasidan mamnunman. Menga yordam berganlar, jo'natganlarga hammaga rahmat.